Hurmatli kuzatuvchilar, biza hozir farg'onalik G'iyosjon Boltayev ijodkorni installyatsiyalarini ko'rib, men juda ham hayratda qoldim. Demak, batafsil o'zingizdan eshitsak. Bu nima, temirdan yasaganmisiz buni? Ha, bu ishlarda asosan mana ekologiyamizga ziyon berayotgan keraksiz detallar, metallardan, toshlardan shunaqalardan yaratganman. Asosan shu keraksiz buyumlardan san'at asari yaratish maqsadida. Asosan ekologiyaga tegishli hamma ishlarim. Buni nomi nima endi buni? Bu so'nggi kun deb qo'ydim hali vaqtincha, chunki hali o'ylab qancha yaxshi nom topmoqchiman. Oxirgi asarim bu. Bitta men hayotda umumiy holatda bitta inson hayotini oxirgi kunini ko'rsatyapman. Agar biz ekologiyani saqlamasak, shunga davom etaversa, mana qushlarni inini misol oltindan qurib bersak ham qushlar qayta kelmaydi. Daraxtlar qayta o'smaydi, ekologiya tiklamaydi. Shu maqsadda insonni mana boydan tayyor bo'lib, joydan yasalganda bu inson endi bu sopolga aylangan holati mana. Shunday guldek umrni tanamizni o'zimiz uvol qilyapmiz. Hayotimiz degan maqsadda naqshli va oxiri tuproqqa aylanib ketamiz. Agar biz hozir hayotni ekologiyani saqlamasak. Boshida harflarmi? Ular o'sha o'zidagi o'sha yetishmagan yo qatib qolgan bilimlar yoki bir hozirgi zamondagi parollar, bir viruslarda shulardan biz qutulib, miyamizni tozalab, hayot qadriga yetishimiz kerak degan maqsadda. Mana bu yerda zanjirlar, boyliklari bor. Buni olib keta olmaydi va bu dunyoda qolib ketadi. Shu maqsadda ham ko'rsatishga harakat qilyapman. Gapi yo'q, zo'r. Yomg'ir tomchilarini yaratganman. Bu ham mana avvallari zo'ntikda yurar edik, yomg'irlardan qochib yurar edik. Endi hozir suvga zor bo'lib, hatto musulmonlar duo qilib namoz o'qigan kunlarda shu maqsaddaki, endi hozir yomg'ir qidiradigan bo'lib qolmaylik. Ko'sa topilmaganda zo'ntikka bo'lsa ham tutib olishgacha borib qolmaylik degan maqsadda ekologiyani saqlash uchun zo'ntikdan foydalandik. Zo'r yondashibsiz. Bora chirib zanglab yo'qib ketadi. Inson ham o'zini o'zi yo'qotmasligi uchun, yashab qolishi uchun bu ham boyaga o'xshagan mana bosh qismida kalitlar, raqamlar, viruslar va boshni o'rnida katta biz telefon. Hozir zamonda ko'p yoshlarda shu telefon. Bosh o'rniga telefon ishlatishyapti. Ozgina karrani bilmaydi-da, raqamlar qo'shishda ham telefon, har bir narsaga telefon, kitob o'qish yo'q. Shuni o'zingiz asrab qoling, qarashmang, telefondan sal yiroqlashing, shu intellektlardan foydalanmay o'zingizni boshingizda ko'proq rivojlantiring degan maqsadda shu asarni yaratdim. Eng qizig'i yuragi uryapti shunda, shunaqami? Hozir vaqt juda tez o'tib ketyapti dedi insonlar, telefon bilan bo'lib vaqt qarab o'tganini bilmay qolyapmiz. Chunki ikkita qo'shiq eshitganingizda 8 minut 10 minut vaqtingiz ketadi, lekin vaqt ketganini sezmay qolasiz. Shu maqsadda mana yuragi tez uryapti. Doimgidan va atirgul qo'yganman, yurak o'rniga qalbi so'nib boryapti, qurib boryapti, mehr oqibat qochib boryapti, telefonga bog'lanib tashlab ketdi. Shunga mana shu asar yaptim. Shunga qarshi bo'laylik, o'zimizni asraylik degan maqsad. Gap yo'q. Ijodingizga omad. Rahmat. Xursand bo'ldik.